قال عليه الصلاة والسلام: كل مغروف صدقة، وإن من المغروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وأن تصب من دلوك في إناء جارك. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: Her yaxshi amal sadaqa. Ya'ni kishi nendagina yaxshi amal ishlamasin, bu sadaqa. Ham shunliqda qardoshingni ishratganda yilmayu ham o'z shilagidan ko'rshingning shilagiga suv salu yaxshi amal deb hisoblanadi. Qardoshingni ishratgach yilmayu, ya'ni yilmayu ul og'ir tugul. Shunga ko'ra qardoshingni ko'rsang, uyingga kirganda, uyingdan chiqqanda, ko'rshilaringni ko'rganda, liftga kirganda, liftdan chiqqanda, qo'yana borma, kishilarni, qardoshlarini ko'rasan ekan, yilmay. Ham bu yaxshi amaldan bo'lashaq. Senga yaxshi amal yozilashaq. Ham shulay ko'rshingning shilagini suv salu. Quyudan og'ash. Masalan, sen qaytib kelasan ekan, Shishmadan, hozirgi kishiga Shishmaga yurmay, lekin avullarda bugunda kishilar Shishmaga yurlar. Shishmadan qaytib kelasan ekan, shilatlaringga suv olib, ham qarshingga ko'rshing keladi. Mana sen uni ko'rgach, sening o'zingning suvini uning shilatlarına solsang, ham o'zing keri Shishmaga ketasan. Ham bu da yaxshi amallardan sanaladi.